电视机前的观众朋友们，你们好！你们正在收看的是由乌鲁木齐广播电视台与新疆博格拉文化传播有限公司联合制作的大型电视文艺节目《帕里迪欧丝绸之路之声》栏目，我是主持人李嘉德。Salam ekran aldidagi er millat ko'rman do'stlar. Kang to'ri ahli, shundaqla naq maydondagi yetakchi ustozlar. Ko'rayotganinglar Urumchi radio televiziya stansiyasi bilan Şinjan Bug'ra madaniyat taqitish sherikti birlashib uyushtirgan Şinjan Pavideo sodichaklik sherikti tajdorligidagi cho'ng tipdagi televiziya universal san'at programmasi 5-qarar Pavideo Ipak Yo'li sadosi programmasi. Men riyosatchi Nijat Vali Yaqub. 我可以改变世界，改变自己，改变沟膜，改变消极，要一直努力努力，永不放弃，才可以改变世界，高梦改变自己。你最后的选择是。 我选择在这个夏天，在更大的排练厅和我的导师Ableti 导师见面。好。 Milletler İttifaqı kuyi sahnimizde mangu yangraydi. Cesur Mongol jigiti Narsinning sahnimizga yangroq kuychi bo'la olishiga ishondik. Ustozimiz Ablet Abdikim ustoz bilan hamkorliklarning meva berishiga ishonamiz. Men öğrülüşten ilgiri bu mayrniki tunca etqandaki şu haletini birla anlapla meyle avaz tusu olsun, meyle nakşini eğitiştiki erkinlik birazcık bir pişkan bir mahirlik tuygusu bana yürkümge tesir kıldı. Anondan keyin öğrülgenden keyin bu mayrniki sahne kıyafeti, sahnedeki nakşı eğitişlen yanalık beden haletlerini tutuş, hareketlerini cayda elip ben anladım bu nakşıda. Ras avaz bilen yalılgan avaza çarşın ötüşüdüğün bir arlaştırıp işletildiğin başında bir tekniklik ahval bağ bu nakşıda. Şu taraflarını nasıl bu mahirimiz yaxşı bir taraf kıldı deyme. Şununla ben öğrüldüm, başka ustazlarımı öğrüldü. Nasıl ki benim grupam yani Taşkın grupusunu tanlap bizden grupumuz katılganlığını kızgın karşılama. Bunun dikin kademlerde yani bu mahiriniki özgüçe bir alayda haslık ifadeleri bilen yani bir başkaçı bir taraflarını yani biz tamaşbullah aldı da namayan kılış için birlikte tirişimiz. Keskin tanlashlardan keyin ustozlar o'z gruppasiga bir-biridan qobil mahirlarni tanlab oldi. Endi bu sonimizda kimlar qaysi ustozning gruppasiga tanlanib kiralaydi? Yana qaysi mahirlarning qanday go'zal kuylariga jo'r bo'lamiz? Diqqatinglar, Pavideo Ipak Yo'li sadosi programmasida bo'lsin. Yaxshimisiz? Yaxshimisiz? Nima bu? Pavideo. Nima endi qanday maqsad qilib ketdimi? Bak ko'ki bo'lsa, jigan yaxshiroq uyqu sifatini yaxshilaydi ekan. Men anglaykan bu. Qizili bo'lsa, toksin haydab, o'sha ravalashtirdi. Rahmat. Namini olgan rahmat. Tabiiylik va soflikni asos qilib ishlangan kozor mahsulotlari har millat iste'molchilar tarafidan tabiatdan kelgan sovg'a deb ta'riflangan Şinjan Pavideo sodichaklik shirkati mahirlarga omad tilaydi. Ekradagi aziz ko'rmanlar, tabiiylik va soflikni asos qilib ishlangan kozor mahsulotlari har millat iste'molchilar tarafidan tabiatdan kelgan sovg'a deb ta'riflangan Şinjan Pavideo sodichaklik shirkati programmamizning tajdorligini oldi. Bu programmamizni rayonimiz yangi taratquv sohasida ushqandak taraqqiy qilayotgan mazmuni sarxil, e'lonsiz, suzuk filmlar mujassamlangan izdash abditali alohida talab qilgan. Rayonimiz tavasida tabiiy ichimlik ishlab chiqarish sohasidagi g'olliq korxona Şinjan Yashin tibbiy dorigarlik cheklik shirkati programmamiz bilan strategik hamkorlashdi. Bu programmamizni Beijing Taşkın Xalqaro Pay Kontrol Guruhi Taşkın yurishlik sog'lomlik mahsulotlari va tartuq yurishlik kolalari alohida qo'lladi. Bu programmamizga Sertan Algaç Passisi qatorliq patentlik oliy mahsulotlar bilan olqishga erishgan Şinjan Yengnur Biopantexnika cheklik shirkati yaqindan yordam bergan. Növbətdə şəhrim degan naqshni anglasak. 大家好，我叫哈利加里科尔逊，来自乌鲁木齐。Barliq ko'rmanlar, ustozlar yaxshimisizlar? Men ismim Xalzat, Urumchidan keldim.
Buqtin 5-ci qarar Pərvidiyo İpək Yolu sadasıga qatnaşdıq səbəbim bolsa. Çünki mənim İpək Yolu sadası bilan alayda bir mehrim var. Çünki nemiş qalsa biz 2014-ci il 1-ci qarar İpək Yolu sadasıga Tuyğu qrupsi olub qatnaşqan Əmnunusa Abbas ustazның qrupsiga kirgan. Əmdi arada 7 yıl ötdi şu arlıqda məktəb bütürü səbəbi, məktəb bütürgəndən keyin xizmət səbəbi toğırlıq naqşı muzika işlərini qılıb bulamıdıq. Əmdi bu qıtım qatnaşışımğa mənim öydikilərim, ailədikilərim, həm mənim ayalim nait çoğun bir töp qoşdiyəm məni qollabmışdaq. Yəni bir qıtım siz qatnaşın, yəni bir qıtım özünüzni bir isbatlaşınız kerak deganlik üçün mən 5-ci qarar İpək Yolu sadasıga qatnaşqanlığımda nait xursand boldim. Bu qıtımqı İpək Yolu sadasıga qatnaşgan nişanım bolsa, özümün ən yaxşı icadiyyətlərini şu səhnəyə bağışlaş. Bizden birinci derecelik mukafotga erishgan mahirimizni Şinjan Payvideo Sodichaklik sherikti 120 ming yuan qiymatidagi avtomobil bilan tartiqlaydi. İkinci derecelik mukafotga erishgan mahirni Şinjan Belikyar elektron fan texnika sherikti Izdash Abditali 100 ming yuan qiymatidagi avtomobil bilan tartiqlaydi. Üçüncü derecelik mukafotga erishgan mahirimiz bo'lsa Şinjan Yaşın tibbiy dorigarlik cheklik sherikti 80 ming yuan qiymatidagi avtomobil bilan tartiqlaydi. 4-cü derecelik mukafotga erishgan mahirimizni Beijing Tashqin xalqaro pay kontrol guruhi 60 ming yuan qiymatidagi avtomobil bilan tartiqlaydi. Albatta 5-ci bo'lgan mahirimizga mukofot buyurimiz bor. U bo'lsa 5-ci derecelik mukofotga erishgan mahirimizni Şinjan Yengnur Biofan texnika cheklik sherikti 10 ming yuan qiymatidagi oltin mikrofon bilan tartiqlaydi. Bizning bu mukofot buyumlarimizga erishmo ergiz oson emas. Shunlashqa mahirlarimizning mana shu katta imtiyozlarimizga erish uchun davomli tirishchilik ko'rsatishini, o'zining eng yaxshi holatini bu sahnada namoyon qilishini chin ko'nglimizdan umid qilamiz. Wake up to my city, özgəmə şəhər purği Bəlkəmsə görürsü kitis gözü süncülü xuşbıraq təbi Taamı hər xil təmi, yoxum edi ustam fəmi Görürsə qoşlar soqda azqan şük məşük səbi Deyişədi tatıq söz köydü Onu moyuz bəqli gözü Aylarda məlisini düşdük arab heyvə tepi Bəzələr tapdı çaldı, bəzələr əyyibni yapdı Bəzələr öz bəzədi doxumay tordu taxtati Üzülmüsün köylərin biyid oqay şəhrimgə Bədiyyədim onu bərsamı doyməmi şəhrimgə Hər mələ dərd ölədi mihribabı şəhrimgə Hip-hop melodiyası toxtumaydı şəhrimdə Bu şəhər, güzel şəhər, bu şəhər, bu şəhər Güzel şəhər, bu şəhər, bu toxtat bro Ameni yaşavat qız bir məqə Oturumuzda çıqıra, yox qaynaydı qız bir daqa Bu şəhər, güzel şəhər, bu şəhər, bu şəhər Güzel şəhər, bu şəhər, bu toxtat bro Ameni yaşavat qız bir məqə Oturumuzda çıqıra, yox Öz maşinamda öz nakşam Buraderlerim bilen görüşme bir gün akşam Bir romkedin takilla bir rap dedi yığınca Satışım Marco ünelişki yepinca Köreydi semdiniz yo Asmini dinizin güzel Ben teknike uçar kuşlar onun da erken özel Hip-hoplarımız kıyıtqas Varan çuru On solga egeyişip bizge qarab durun Kıyınçılığı zor әркетте biyemek çaxtaqda Onlarına heyran qaldı qolumuzdaki mikrofonga Bizde mi bağlarla gözəldə bir şil meydan Haq meydanıda düşkən 3 numaralı top Qeyra üzülmüsün köylərin biyid oqay şəhrimgə Mədiyədi mığını bərsamı doyməmi şəhrimgə Hər mələ dərd ölərdi mikribabı şəhrimgə Hip-hop melodiyası toxtumaydı şəhrimdə Bu şəhər, güzel şəhər, bu şəhər, bu şəhər Güzel şəhər, bu şəhər, bu toxtat bro Ameni yaşavat qız bir məkan Oturumuzda çiqra, yox qaynaydı qız bir dalqa Everybody welcome to hip-hop park What's up, bizge kəmiyəndə nəçi çava Üzülmədi mi köylər, intilatqan jürəklər Körnəvatqan, qeytilatqan, çəçilatqan Rapçilər bəni qeyni beşiğində Boza beşiğində beysi biz aytı leşiqi Hənçütə yox bir deyib bütün Kişimiz axsan muzqını götürəm nəmlə şərlərdim Adlab kirib elib məngəb kişlərdi özümüzge xariti Put heyzi, DJ raplar üzülməz Sərxil idi həqi flow, məstallarını qılıb Səhət gibərgən ayat, əmməz qeypab oynan Yan DJ everybody rapni qılıb Tigili qəz səxnidə mi vayiz, bəstəməz Nurğun buraderlərim var, tigi məskəməz Pulu cümmadım, özü bəsəməz Muzika bilən götürüb durdum Azırgıcı asa əməz, let's go On sol qəgişib On sol qəgişib On sol qəgişib Let's go
Ben bilemeysen pul tepe işlem ne sen okumaysan görelemsen bilelemsen tanımaysan pulun bol suda okumaysan bunu tokta. Benim senin yine de pul yok kağıt kıymeti yeme bir pulu yoksa bir istime. Kalmaydı ben de ümit hem de sürekli kıyma böyüç öte geldi rap gibi oldum körük aslım am tözlük bolla layma türk. Arzu şu rapsta on solga agışıp tapkın özün gasta. On solga agışıp mı on solga agışıp mı on solga agışıp mı West DJ White DJ XAS. Adaş özün yalnız neyim görüyorsa? İzdeştin kino görüyordum. Peyz kinola var ki? Peyz kinola deysen biz çıkan Perido İpek Yol Sadası mı şunun içinde Atlı dememiş de peyz neyse ben tüyeceğim kılmamsa deyme. İzdeş dep izdigine. Buldu da rahmet ha. Rayonimiz yeni taratqu sahasida ushqandek taraqqiy qilayotgan, mazmuni sarxil, e'lonsiz, suzuk filmlar mujassamlangan izdash aptitali mayirlarga omad tilaydi. 这个说唱，这种形式呢，过去还不是太多，过去还不是太多，特别是用这个少数民族语言，来搞这个说唱的，因为内地的歌手，汉语歌手，这种说唱的形式比较多。 Barliq hurmatli ustozlar, yaxshimsizlar? Mening ismim Xalzat bo'ldi. To'yg'u gruppasidan keldim, Urumchidan. Rahmat. Şuna qaraganda, sizin yana başqa dostlarınız var. Bak, üçümüz. Cemi üççünler. Bugün nima uchun ular kelmadi? Bugün mening İpek Yolu Sadası'na qatnashishim, mening ikkinchi qitim, yana shu tunush sahna, yana shu tunush men uchun bir tunush puraq bo'ju. İpek Yolu Sadası bilan mening İpek Yolu Sadasıga bir alayda hurmatim ham muhabbatim bo'ldi. Chunki ayni yili 18 yosh vaqtimda ikki birodarim bilan to'y gruppasi bo'lib, İpek Yolu birinchi qirga qatnashib, Nunuza Abbas ustasining gruppasiga o'ngishli kirib, shu yildagi o'zimizcha eng aqsa raplarni sahnaga qoldirib qo'yib ketgan. Endi garchi 7 yil o'tib ketgan bo'lsa-mu, men shu vaqtdagi 18 yoshli bir baldan hozirgi to'y qilib bo'lgan bir uyning to'riga bo'lib bo'ldim. Shundan so'ng mening ikki birodarim sirt ishlaydiganlari ishda, o'zining turmush ishlari bilan alakchilik bo'lib ketganlari alakchilik. Undan keyin men shu birodarlarimning qo'llashi, do'st birodarlarimning qo'llashi ham şu 2014-yılı İpek Yolu Sadası'nı görüp ta ki hazırgıcı bizni unutup kalmayan mesleğlerimizden qo'llash asosida İpek Yolu Sadası'na yana qayta chiqdim. Qarşalımız seni, qarşaldığanlığımızı bilip buldun. Qarsam ma'lumlarning hammasi yana sev için öz ifadesini bildirip duruyordu. Bugün mü qo'shalmasan? Qo'shal. Aynı vaqtda bular kichik do'stlar bilan birga shu chaqdagi raplarni hozir bir ko'gin bo'ldi. Televizorlarda yana chiqib turdi-ku bu. Şununga qaraganda hozirgi o'zi yolg'iz chiqyapti-ku. Mushu o'zinglarning mushu sohasida nurg'un ilgirlash bo'ldi deb o'yladim men. Shu vaqt bilan 7 yil ichida o'zinglarni his qildinglarmi ko'p mushu o'zinglarning yaxshi ko'radigan naqshlarini aytish jihatda ilgirlash bo'ldimi yo asti bo'lib qoldimi yo tashlab qo'ydinglarmi? Hamda absurllig'idan bo'lsa, mening o'zimning oliy maktabda o'qigan kasbim rasm, go'zal san'at o'qituvchisi. Anda men o'qish bitirgandan keyin 2019 o'qish bitirdim. Undan keyin o vaqtlarda Abdullah ustoz degandek haqiqatan kichik. Nimaning muhim emasligini toza pek farq etib ketmaydigan vaqtlarimiz bo'lgan ekan, naqshi jihatdan aytdik, yo'q, lekin pek tirishib ketolmadik. Hamda o'qish bitirgandan keyin xizmat ishlari bilan bo'lsin, odatdagi o'zimizning turmush jihatdagi ishlar bo'lsin, uchimiz birga kelib naqshlarni qilib olamidik, lekin men o'zim shaxsan 7 yil yoqi ijodiyatlarni qilib turdim. Torlar e'lon qilib turdim, yaxshi baholarga erishib turdik. Shunga o'zimni yana bir qitim sinig'im kelib qoldi. Albatta, mana hozir sinig'im shunday yaxshi bo'ldi. Ma'lumlar, sizlarning alayda fikrlaringlar bo'lsa, anglaylik. Men ishchi bilan fikrim. Bekkingiz qurib ketadi, e'tiborlasizlar. Başladı tartışmaya. Bildiğin amalga shunday yaxshi amal bildi keldi. Shunday yaxshi qildi ma ishni. Hiç pek beğenmem. Hech kim xafa bo'lmaydi-da bunga. Abetans şortağını aytıpatdı, şundaq ikili qurup, şundaq bir aram bo'lib ketdi. Men bek yaxshi ko'rma bu uslubni-chu. Rap uslubini men bekli yaxshi ko'rma.
Shunchalik yaxshi aytib o'tdingiz, ammo taraqqiyot uchun Chezovninki udarlarninki ishlanishi, qo'rashtirilishi, ham sizningki ovozingiz, har bir harakatlaringiz, ifodalashlaringiz shunchalik yaxshi bo'ldi. Men baklam so'yindim, bakli yaxshi ko'rdim. Shunga mening gruppamga kelishingizni qizg'in qarshi olaman. Mening gruppamga keling bo'ldi. Ben bu bek anlayman. Mayli qandaq uslub bo'lishini qat'i nazar, hozir uslublar bormi, shunday uslublar mavjud. Hamma uslubni hurmat qilamiz. Birli narsa bor, u bo'lsa izchillik. Hozirgi sizning gapingizdan bildim. Siz o'quvchi vaqtingizda mı aplashibsiz, yana oilangiz bo'lib turibmi, yana bu ishning oqida yuribsiz. Bu bek odamga ta'sirlangan bir ruh. Chunki natija mana shunday izchillikdan keladi. Meni mushunday ta'sirlantirgani sizdagi mushu ruh. Anandan keyin u gaplarni shunda tez, ham aniqliklar shu darajada aniq. Bumu uzun vaqtlik mashqdan keldi. Qandaqdir bir qobiliyat bor, lekin mashq qilmasa, a gaplarniki shunchalik aniqlik darajasi, hamma gapingizni anglay oldik. Bir tal gapmi mundaq bir-birisiga urilib, mundaq ma'nosiz bo'lmadi. Shunga ben sizning mushu ro'yingizga shundaq nima qildim, qoyil qoldim. Endi mening gruppam kelsingizmi? Men davomli qarshi olaman. Rahmat ustaz. Shu 7 yil avvalgi birinchi qora ipak yo'lidagi bolalarniki sizlar ekanliginglarni demasanglar men bir yerga ekilanmadim. Chunki boshqa bir mayli aytishchatdagi ustunlik bo'lsin, mayli mavzuliq yosh jihatga cho'ngish bo'lsin, men bir yerga ekilanmabdim. Haqiqatan siz degandan keyin hozir ko'z oldim keltirdim. Birinchi qarada shunday bir 3 bizningki yigitlarimiz mushg'ul uslubda naqsh aytib, shu guruhda o'zingizning talantini namoyon qilib, yaxshi bir aslama xotirlarni qoldirgan. Bugun men o'rildim. Men bu shunday hamma uslub, har xil shakl, hammani yaxshisini her mayli qandaq uslub, qandaq shakl bo'lsin, yaxshisi bo'lmasa uni qabul qilmayman, anglamayman, rad qilaman, cheklayman. Har qandaq uslub shaklning ilg'orlarini, yaxshilarini qabul qilaman, yaxshi ko'raman. Jumladan bu shaklmi shunday bir nima shu qisqa vaqt ichida intan ko'p mazmun, demakchi bo'lgan mazmun ko'p fikrlarni o'tirib qo'yib olgan, shunday bir ehtiyoj sababi bilan o'tirib chiqqan bir shakllangan bir uslub bu hamda. Shuning uchun shu jiq mazmunlarni qisqa vaqtda ifodalash uchun so'zningki, tilninki ravon tiz bo'lish shunaqa o'lcham talablarda. Endi men ko'pincha his qilganimda birisi shu deyilayotgan so'zlar aniq bo'lmay qoladi ekan-ku. Shundoq yaxshi, uning ustiga sizlar temini bek yaxshi tanlaydi ekansizlar, mazmun nihoyatda yangilik bor. Biz o'ylamagan shunday bir nuqtalardan chiqib bir mazmun bir fikrlarni o'tirib qo'ydik ekan bu shaklda-chi. Shu u taraflarni shunday yaxshi ko'rdim. Ammo ba'zilarda aniq emas. Mencha bugun bek aniq angladim so'zlarni-chi. Davlatimizda eng cho'ng shunday rab shaklida maxsus uslubla elib berilgan musobaqa maydonida bizningki Şinjanlik ishki mayirni aytdi. Yuqori alohida natija bilan shu birinchilikni, ikkinchilikni qo'lga keltirib, rayonimiz uchun shunday yaxshi bir xushallik kayfiyatlar bo'lib ketdi. Ashbonlarimiz shunday o'zining rolini yaxshi joriy qildiryapti. Bugunmi siz shunday yaxshi bo'ldi. Siz ham yaxshi joriy qildingiz. Shunga men o'rildim. Mening gruppamni sizni qarshi oladi. Rahmat ustaz. Sen qachon bilsam, shu yosh bolalarga bo'libmi, shunday tirishchan, izlanishchan yosh bolalarni bak yaxshi ko'rma. Bularni masalan, mayli mush programmaning ichida bo'lsin, sirtida bo'lsin, rag'batlantirib, elqidek ashi xiyoliga kelib baqqanni cho'qim qilib baqish, mayli qamlashsin. Ashtaq narsaga bak rag'bat berma. Bu ham amaliyotda avvalgi xunshanatni aytib o'tgan bo'lsa, taxmin chiqdi gaping. Sen aytishingdagi masala emas. Xunshan sal taqani tutib qo'ydi. Shunda adam ravrusli aniq aytib qarablaring. Buni shundaq yurakni sarf qilib yozishning qanchalik tasdiqi, buni nurg'un mashqlarning menga emas ayon. Endi biz o'tgan qarorliq Ipak yo'l sadosida shundaq bir shu rapchi inimizdan birisi bizning guruhga kirgan ekan, biz bir shu xalq yerlik naqshlar bilan bir mundaq bir so'qishtirib buni bir qildiganni sinab baqsaq, nayt unumi yaxshi bo'ldi. Agar endi Mevla akam ko'nglim tatidi deb mening guruhim kelib qolsang, biz yana shundaq bir
şu muzikaning o'xshamagan bir necha taraflarini ancha-muncha birsi-birsiga so'qishtirib, ancha-muncha birsi-birsiga mundaq moslashtirib biz sinab o'ynab baqsaq bo'ldi. Yaxshi fikrlar bo'ldi. Sening natijalaring qishloq ustozlar tarafidan noitibak e'tirof qilindi. Mana bu qanday qilinishi sening 7 yildan beri besib o'tgan yo'ling tatgan jafolaringning natijasida gerçi oilalik bo'lgan bo'lsa-mu bu ishni tashlab etmay yana Ipak yo'li xush ovozlar sayanisi mening uchun bir mehrlik uyga o'xshaydi degan gapning o'zi asan emas. Mush balning shu o'zining kasbiga bo'lgan muhabbatidan bo'layotgan kelayotgan gapda. Shu hamda biz hamma muallimlarning mushunda yaxshi so'zlarini, baholarini olgandan boshqa oxirida sening maqsadlaring bor. Yana mushu sahna orqali ma'lum bir maqsadlaring borda, amalga oshirmoqchi bo'lgan orzularing bor. Shuning uchun ustozlarning qaysi birisini tanlash ixtiyorini sen berayli, sening oxirgi qaroringni anglayli. Rahmat, hurmatli ustoz Abdulla Abdurrahim muallim. Mushu ba'zi so'zlaringizga mening eng oxirida tanlashim bo'lsa Ben Parizat G'ani. 20 yıllık ekran hayatımda kino filmlerdeki rollarını şu obraz bulup uğurlap geldim. Güzellikimni tabiatning tabiiy so'g'isida sug'urib keldim. Ismimga yaqin bu shabnam tomchilarini Parizio nom bilan tabiatning so'g'isi sifatida sizga melib keldim. Gül ustidagi shabnam gül husnini julalandirgusi. Siz gül, men shabnam. Husnimizga hassilab husn qo'shilgan Parizio bo'lay. İzdash aptitaldagi filmlar ilonsiz, suzuk, yengilishsiz. Vakolatchi bo'lib taqitib kirim qila olasiz. İzdash tarjimoni davlat o'rtaq til yoziqi o'rganishdagi eng unumli detal. 400 mingdan ortiq so'zlik ombir hisoblangan. Aqliy iqtidorlik. İzdash kirgizgich, qo'laylik va ko'p iqtidorlik. Tarjima iqtidori va cho'lponlarning chiroy ifodasi qo'shilgan. Acayip, pakiz duygu. Pakiz söyledi intizarla. Tabiat bana pakiz hissiyat ata kıldı. Suba cayda pakizlik var. Tabiattan kelgen yaşın mineral suyu. Taşkın demek vücudumga kuch quvvat. Taşkın derdi sağlamlıkımga medet. Coşkunluk ve işet taşkından başlangıcı. Taşkın aksıl talqanları. Sertan algıç şipastisini bilemsiz. Sertan şipastisi Sayram Gölü'dün əvrişki elingan Tianshan soğuk su algısıdın işlengen patent hukukiga ega. Men Mevlan Memtimin. Sertan algıç şipastisini her biringlarga tavsiya qilaman. Sertan tishni chimitish uchundir. Her günü kech sahar tong qo'limizda bor Sertan. Sertan soğuk su algıç pastisi. Rayonimiz tavasida tabiiy ichimlik ishlab chiqarish sohasidagi g'olliq korxona Xinjiang Yashing tibbiy dorigarlik chekli shirkati mayirlarga omad tilaydi. Aygül muallim. Yoshlardagi yangilikka intilish ro'yi jamiyatning kelgusidir. Sahnimizda o'zgacha uslubi bilan qalblarda iz qoldiradigan yoshlarimiz albatta hammamizning qoyilligini qo'lga keltirdi. O'z uslubingiz ham tirishchiliginiz bilan Aygül muallimning Yashing gruppasidagi ko'zur mayir bo'lib qilishingizga ishonamiz.
Bu qitimqi gruppamdagi a'zolar umum jihatdan har xil uslubda naqsh etidi. Buning ichidagi Xalzat bo'lsa, rap uslubida naqsh etidi. Men ishonaman, biz texmi yangi bo'lgan, yaxshi bo'lgan, o'zimizni namoyon qila oladigan ham yangilik ro'yiga ega bo'lgan asarlarni qila olamiz deb ishonch bo'lganligi uchun Xalzatni gruppamga qabul qildim. Keyingi qitimda yangilik sizlarni kutib turmoqda. Emisi yanılan biz Aygül muallimning mushu muvaffaqiyati bilan tuvandagi naqshni e'lon qilib berishga taklif qilaylik. Smaying. 大家好，我叫哪扎托尔蒂，来自新疆库尔勒。Yaxshimizlar ekranda ko'rmanlar, men Kurli diyoridan kelgan Mahir Nazar turdi bo'lma. Mening dadam bo'lsa ishdan sirtqi san'atchi bo'lib, kichikimdan dadamning gitar chelib, naqsh o'qig'ini anglab cho'ng bo'lgan. Shunga mening muzik bo'lgan qiziqishimmi mush sababli deb o'ylayman. Men o'zimning qiziqishi orqali naqsh kasbimdan boshqa ney chelish, gitar chelish, gongching chelish ham usul kasblarini o'rgangan va hozir qadar davomlashtirib kelyapman. Yipakyo'l sadosidagi nishonim bo'lsa, mayli natijaning qanday bo'lishidan qat'iy nazar, o'zimning eng yaxshi holati ham tirishchiligini ko'rsatib, yaxshi natijalarni qo'lga keltirishga tirishman. Ümitlik beqib turdi qara, biroq sen shunda qilsan doim, uchrashganda ketasan aldiram. Bugun bu yerda uchratdim seni, siyahim dilda qo'zg'atdi havas. Qara ko'zingda his qildi yurak, texiysan manga ko'ygandek emas. Sening ketishing his qildi yurak, texiysan manga ko'ygandek emas. Qiz olma, o'g'il olma bu. Ümitlik beqib turdi qara, biroq sen shunda qilsan doim,
uchrashganda ketasan aldirab biroq sen shunda qilasan doim uchrashganda ketasan aldirab uchrashganda ketasan aldirab. Tabiiylik va sofliqni asos qilib ishlangan kozor mahsulotlari har millat iste'molchilar tarafidan tabiatdan kelgan sovg'a deb ta'riflangan Xinjiang Payvideo savdo-cheklik shirkati mayirlarga omad tilaydi. 这个歌呢是个流行歌曲啊，这个本来是可以非常好，唱得非常好，他比较紧张啊，比较紧张以外呢，他对这个歌词表达能力上有一些这个疏忽了。 Yaxshimsizlar, hurmatli ustozlar. Men ko'rlardan kelgan Mahir Nazar Turdibilman. O'zingiz o'qiyaptamsiz yo ishlayaptamsiz? Mushul o'qish bitirdim. Qaysi maktabni? Sana shu yana. Nima kasbda? Muzik ma'rif kasb. Bizning mushu san'at shu yanida muzik ma'rif bo'yicha tarbiyalash hozir toza shu avjiga chiqibdi. Ha, men shu kasbda o'qigan emasman. Shu mush kasbda o'qigan bolalar bakchi hozir. Nayt yaxshi. Undan bo'pti. Tayyor bo'lika bumi. Tarbiyalashga qulaylik. Shunda yaxshi bo'ldi deb o'ylayman, chunki Mevlan ustoz siz uchun o'rindig'ini aylantirib, sizning texnikangizni, naqshingizni e'tirof qilib, o'z gruppasiga tanlamoqchi bo'lib qarab turdi. Mevlan shu siz o'qigan kasbda o'qigan chembey sizlar uchun. Mevlan qanday deysiz? Men boshida anglaganda bu qizning ovozi sal jungiga yaqinroq-ku. Pek yuqori ovoz degili bo'lmaydi. Qiz bo'lma, o'g'il bo'lma deb o'ylamay qoldim bilan boshda. Ening ustiga bu aytimi nazarga buni. Ata qizlarning normaldan sal tuvaraq, o'g'illarning normaldan sal yuqoroq bir aralash insojatdan bilinganda, ana keyindan davomini anglab bu naqshni men anglab boqmagandek-ya. Nima naqsha bu? Bu Shuhrat akamning. Shuhrat nima kam? Shuhrat Yasin. Shuhrat yana. Chiroyli naqshkan. Sizmi chiroyli o'rindab berdingiz. Bu yerda jangi jidalmi bo'lmaydi qarang. Quloq techib oldi. Qolmaymiz birasi bilan. Anda o'z kilibran, qadamlarni ravus basimiz ko'p. Naqshingizdagi sehriy kuch hammamizni mahliyo qildi. Sahnadagi siyohingiz qalbimizda o'rin oldi. Jonliq, dodil xarakteringizdan qizlarimizdagi jasurlikni ko'rdik. Keyingi bosqichlarda Mevlan ustozning yetaklishida sizdan bir daraja halqishni ko'rishni xohlaymiz. Nazar Turdi ismli bu singlimiz Simaying degan bu naqshni nayt chiroyli aytib berdi. Ondan men bu mayirimizning mana shu ovoz alohidligi yetarli xosligi bor deb o'yladim. Men bunun keyingi bosqichlarda bu mayirimizni yaxshi yetaklab, yaxshi natijalarni qo'lga keltirish uchun o'z yordamimni cho'qim aymayman. Nazar singlimizning bizning shu Yangi Nur gruppasiga kirganligini qarshilayman. Men yaxshiroq bir ish bosqichi tavsiya qilsam. Vay, ta'limlar adash dersen. Mana bu Yangi Nur shirkatininki Sertan Alga ish bosqichi. Sen ishkine vaqtga men ta'limlarga berdin, sen ishilta adash. Sertan Alga chipastisi qatorliq patentliq oliy mahsulotlar bilan olqishga erishgan Xinjiang Yangi Nur biopantexnika cheklik shirkati mayirlarga omad tilaydi. Aşık kız işkıda can versem
arman yoktu onun kucağında. Vay vay adışım, köyü düşüm, küyer işçi yetişim. Vay vay adışım, can adışım, ben katlemişim. Vay vay adışım, can adışım, ben katlemişim. Adışım. Sevdayı kıldı, acep sersane kıldı. Beni sersane kıldı. Halim gayet meyukiz, yürekli tildi. Halim gayet meyukiz, yürekli tildi. Vay vay adışım, köyü düşüm, küyer işçi yetişim. Vay vay adışım, can adışım, ben katlemişim. Vay vay adışım, can adışım, ben katlemişim. Bundan kolay ya. Vay vay adışım, köyü düşüm, küyer işçi yetişim. Vay vay adışım, can adışım, ben katlemişim. Vay vay adışım, can adışım, ben katlemişim. Vay vay adışım, köyü düşüm, küyer işçi yetişim. Vay vay adışım, can adışım, ben katlemişim. Vay vay adışım, can adışım, ben katlemişim. Vay vay adışım, can adışım, ben katlemişim. Ben katlemişim. Vay nimalar qilyapsan qatro boshla. Bir gün eklesan olamdı deyman. Rahmet Abdat. Salam ustozlar. Pek hoş ketdim, rahmet aldım size. Men Ablat Mecit Telba, üzem kuchadin. Ürümchida mush kiyim-kechaklar ayalash kasbi bilan shug'ullanaman. Bu kasbda xabarim yo'q. Lekin sizlarga dahshat hurmatim bor Abdulla aka, Ablat akam, Mavlon do'stim, Aygul Malim, Aygul Malim. Mening yeshim o'tib ketdi asli shu programmaga bir mayor bo'lib qatnashqim batdi. Shundoq bo'lsa-mu, mush ustozlarga bo'lgan hurmatim tufayli sizlarga birdan bir aramliq beray deb keldim. Rahmat. Rahmat. Ama adışım Allah'ın etkene. Adışım qatdi adışım. Başqası adaşqı deydiğin geçsen. Qanday qilib adaş mush ishda davatda bala. Bu Ablat hammamizga ayon. Talba degan o'zi shirkatning qurg'uvchisi va hozirgi kelguchi taraqqiyot jarayonida az bo'lmagan natijalar bilan jamiyatga bu kiyim-kechak sohasida madaniyatiga o'zining bir kishilik hissini qo'shib kelayotgan bizga ko'pchilikka alayda ko'zi ko'rinayotgan bir shunday bir sohaning egisi va shirkatning egisi mushu sahnimizda mush inimizning mush naqshisini anglab men xo'sh bo'ldim. Shundoq. Rahmat aka. Men bir fursatni topsam mush inimning mush tarafdagi talantini bir ko'rsatsak elga deb shunda o'ylaydim. Bugun
mushu bizning Ipak yo'li sahnesimi dal gerçi avlat o'zi degandek bir a'zo bo'lib bir musobaqa qatnashquchi bo'lib qatnashmagan bo'lsa-mu, naqshisini biz uchun madad berib aromliq belay deb ekagining o'zi yana o'xshashlar mushu programma orqali avlatning naqshlarini ko'pchilik anglaydi, jut xalqi anglaydi, butun Şinjandagi har millat xalqi anglaydi. O'zining kasbida emas, madaniyat, san'at sohasidami yana mundaq talantlarning borligini ko'pchilik bilgani bak yaxshi bo'ldi. Sana rahmat ukam. Rahmat aka. Nimaga besongni qatta adam. Mana naqsh katta naqsh ekan. Bak chiroyli obdan. Odishim. Ras gap qilsam, tushib yeniga birib o'ynag'im keldi. O'ynab deyman. O'ynay tutdi zaten. Ha, alpazda. Naqsh degan. Ha, bay o'zi degandek shu kiyim-kechak sohasida o'quvchi tarbiyalaydi, kiyim loyihalaydi, shu kiyimchilik ishlari bilan. Anandan boshqa mening bilishimda bu enim mush naqsh muzikaga alayda bir irisman. O'ziningki boya davatgan kiyim-kechak loyihalash, o'quv tarbiyalash bu şirketde o'zining belgilik utuq natijalarini yaratishdan boshqa mush naqsh muzika jihatidagi o'tini zadla basamay kelganligi hozirgacha jumladan o'zi bir naqsh kechiligi qildi, bir necha plastinka qildi. Mushu hammasini nima desa, mushu kasbga bo'lgan yana bir o'tdek qizg'inlik bu ishtiyoqni zodi yana shu kasblarda shuncha utuq natijalar bo'lyapsam, yana o'shining o'rnini bostirib bo'lmay izchil yana mushu sohadimi o'zining qo'lidan kelishicha tegishli o'ziningki tirishchanligini ko'rsatib, o'zininki o'zgacha xos bir uslublarda yaxshi naqshlarni bizga ato qilib kelayotgan yaxshi bir o'zi munoyatbek odamgarchilik, axloq fazilatlari shundoq joyida bekisli inimiz bu. Bugun yana shunday chaqqan bir sho'x bir naqsh bilan baydan beri yana bir jimigan kayfiyatlarimizni bir davolg'utda. Hemen yana bir sho'x naqshidan birisi birisiga o'xshaydi desam, qarasam bir yerlar o'xshadi ovozniki. Rahmat. Rahmat uka. Rahmat ustoz. Rahmat, chachashlarimizni oldingiz. Mana shundoq hayajonlanib ketdik. Rahmat. Mening xilib ko'ni ag'inam ablat. Ondan men ablatning iliqi ovoz tusini men yoqtirmanchu. O'zga bir xosligi bor. Ani keyindan o'tganda menga bir naqsni anglatdi. Aytishjatdimi iliqi hamda necha yil bo'ldi mush kasbga vaqtini chiqarib, iqtisod xarjlab, ajr qilib, iliqi tirishib, mush bilmaganlarni o'rganib, ilgirlab, mana o'tganda bir naqshni anglatganda, yana to'xtab qolmabdi, yana yangi naqshlarni ishlab qo'yibdi. Uning keyindan aytishjatdimi, adashma o'tgan dedim-ku. Men changung jatdimi, Raurus yaxshi ilgirlash balki men bek xush bo'ldim adash. Muboraklayman. Rahmat. Sadalarim shunda uchuqlam turdi. Yuqori ovozlarda yoshi rasmiy kiribdi. Tomliq vaka yuqori ovozda. Boshqa odamlarning inchiklab kelsa, ma'badkamning rasmiy tomliq bilan chiqib ketdi trapga. Men sizni mushu bugungi kelgan mahir deb o'ylab, ajab pishqan naqsh ekan. Rahmat. Mana bir naqshchi keldi deb mındaq ümitler bilan sizga qarab tursam, siz asli takliflik mehmon naqshchi ekansiz. Ras men shu ustozlarniki hissiyat bilan o'xshash, ras pishqan ovoz. Andan keyin bir yuqori o'rlash mahorati, bu odamning ichidagi safasi ovozga chiqdi-ku. Shunga sizda shunday bir alayidlikni bayqadim. Ham siz boshqa kasb ekansiz. Ikkili kasbingiz bir-birisiga mas'ulab, birisi uchun xizmat qilib, daim shuna chaqnab turing. Rahmat ustoz. Abdulla baholi bek yuqori ketdimi? Ya qarab tursanmi? Ya qarab turibdi. Shuningdek hamda bundan keyingi mayli o'zing tijoratdan ukam, mayli mushu o'zing yaxshi ko'radigan naqshchilik sohasida yana zo'r natijalarga ega bo'lishingni umid qilamiz. Sening bir yurak so'zingni anglaylamdi. Bo'ldi. Men bugun mushakilishlik sebab Buğra Madaniyat tarqitish shirkatininki Paridio Ipak yo'li 5-qaradi. Ipak yo'lininki xizmatchilarininki mushu oldi keyin xizmat qilayotgan barliq xizmatchilardan bir hol so'rag'ash shundaqlar. Siz boshlab 4 ustozga salom berish, o'zimning ko'nglini yetkazish maqsadida mushakeldim, abidab o'tib ketdim. Men o'zim bir kiyim loyihalaguvchi, bu kasbga oblatganman chiroyli babadi. Men bak qiziqaman, bak o'tdek ishtiyoqim bor. O'zim topgan pulni mushu kasbga mablag' silishni o'zim xohlayman, yaxshi ko'raman. Ham kiyim-kechak loyihalash bilan san'atmi, shu ma'lum degandek yomon yaqin
Şuna şu ikki o'ttirni chiroyli bağlab, mushunchalik keldim. Men qag'ini xalq ba'basa, men shunga rahmat deyman. Rahmat. Ey, rahmat. İşlerin on bo'lsin. Ekrandagi aziz ko'rmanlar, tabiiylik va safliqni asos qilib ishlangan ko'zur mahsulotlari har millat iste'molchilar tarafidan tabiatdan kelgan sovg'a deb ta'riflangan Xinjiang Pay Video Savdo Cheklanish shirkati programmamizning tojdorligini oldi. Bu programmamizni rayonimiz yangi taratquv sohasida ushqandak taraqqiy qilayotgan mazmuni sarxil, e'lonsiz, suzuk filmlar mujassamlangan izlash aptitali alohida talab qilgan. Rayonimiz tavasida tabiiy ichimlik ishlab chiqarish sohasidagi g'olliq korxona Xinjiang Yashin tibbiy dorigarlik cheklanish shirkati programmamiz bilan strategik hamkorlashdi. Bu programmamizni Beijing Toshqin xalqaro pay kontrol guruhi, Toshqin yurishlik sog'lomlik mahsulotlari va Tartuq yurishlik kolalari alohida qo'lladi. Bu programmamizga Sertan Algaç Pastisi qatorliq patentlik oliy mahsulotlar bilan olqishga erishgan Xinjiang Yengnur Biopantexnika cheklanish shirkati yaqindan yordam bergan. İlliq uyga isil bezak, oltin uzuki yoqut ko'zdek mos keladi. Aziz teningiz, bebaho umringiz, ko'rkam, orom baxish ham sizga xos qilib bezalgan uyingizda texmi qadr qimmatli bo'lsin. Hashamatlik, ozoda va yep-yangi muhitni Xinjiang Gogo Xungla bezakchilik qurilish shirkati sizga beg'ishlag'usi. Uy bezashda men Gogo Xunglani tanladim. Rozi bo'lganligim uchun sizga tavsiya qildim. Gogo Xungla. Men har tong saharni dilkar kiygan holda kutib olaman. Sizga, bizga, millionlarcha qizlar qaddiga shuncha yarashgan dilkar menga shunchalik yarashdi. Dilkarning har bir fasonida o'zgacha madaniyat, har bir nusxasida xos bir latofat bor. Kuylarim xalqimga yoqsa deyman. Xuddi dilkar menga yoqqandek, dilkarga al havaslanib boqqandek. Dilkar Özgüç tem, isil xuruç, tanlanğan xam material. Mehminimiz üzülmedi, dasturxonga to'ldi barakat. Hamma to'ldi xushalliqqa, avamdin sizga rahmat. Tetit qo'la sarkisi bakchi, dasturxonning zinnati bakchi. Xinjiang yaqin xalqaro savdo cheklanish shirkatidan yangi sovg'at bakchi. Bazaga berip, tartıqni elib, saqlaqanmısın deb tezlikda qaytib, qani ishim mehmon Allah desem, kola bulam şundak bula, deb bulab hajab o'chganda. Yig'izni açsınızda mı kapat çıkıdı? Tartık kola. Sertan algıç pastasını bilemsiz. Sertan pastası Sayram Gölü'nün avrishga elingan Tianshan soğuk su algısıdan işlengen patent huquqiga ega. Men Mevlan Memtimin. Sertan algıç pastasını her biringlarga tavsiya qilaman. Sertan tishni chimitish uchundir. Her günü kech sahar tong qo'limizda bor Sertan. Sertan soğuk su algıç pastası. Mening bir orzuyum bor. Buvamam kunda menga hamroh bo'lib o'ynasa deyman. Qaranglar, sizlarga nima yeb keldik? Dilkan obeyji, Kuchingizni tozalashda huzur. Nima yeysiz shu huzur. Kunda bir tal yeysiz, uyquni yaxshilaydi. Zehningizni urg'itadi. Uchayni yaxshilaydi. Uyquni yaxshilaydi. Yoshlik jilvasi, barg'ancha yashirsiz. Dilkan Beijing. Elnuri Yeşil Organik Unları Devlet Dereceli Ekologik Rayonda Xalqaro ISO sifat ölçüm boyunca tön temperaturda pişiqlangan 5 tın xali undur. Kimyalik qo'shilmadan xali, bulg'angan havodan xali, bulg'angan suvdan xali, sifatsiz xom eşyadan xali, ozuqluq ko'yishdan xali Elnuri Yeşil Organik Unları sog'lomligingiz uchundir. Elnuri. Taşqin demek vücudumga kuch-quvvat. Taşqin derdi sog'lomligimga madad. Coşkunluk ve işet, taşkından başlangısı. Taşkın, aksıl talqalları. İzdash aptitaldagi filmlar ilonsiz, suzuk, yengilishsiz. Vakolatchi bo'lib taqitib kirim qila olasiz. İzdash tarjimoni davlat o'rtaq til yoziqi o'rganishdagi eng unumli detal. 400 mingdan ortiq so'zlik ombir saqlangan. Aqliy iqtidorlik. İzdash kirgizgich, qo'laylik va ko'p iqtidorlik. Tarjima iqtidori va cho'lponlarning chiroy ifodasi qo'shilgan.
qiyofatimning yaqinliq bo'lishi uchun ortiq tashamga hech ehtiyojim yo'q. Ammo pokizlik, xushbiroq va uning elchisi bo'lish uchun obrazga mos kelgudek salofat bo'lish kerak. Salofat davrga mos kelgan bo'lish kerak. Meningcha erlarga mos keladigan video bo'lish kerak. Video erlar yurishdiki. Video. Sertan Algaç pastisi qatarlıq patentlik oliy mahsulotlari bilan olqishga erishgan Şinjan Yangi Nur biopantexnika cheklik shirkati mayirlarga omad tilaydi. Ablat, naqshini e'lon qilib berishga taklif qilamiz. Kunlasam. Qadaqa. Aro Abduvali Abdurshiti, valay Şinjan Yeni Işı. Ko'pchilik yaxshimisizlar? Mening ismim Abduvali Abdurshit, o'zim G'ul shahridan keldim. Men kichigimdan naqsh etishni yaxshi ko'raman. Uzun yillar naqsh etib ham yaqinlarda ijodiyat ham muzikchilik kasbi bilan shug'ullanib kelyapman. Men uzun yil mana shu naqsh kasbi bilan, ijodiyat kasbi bilan shug'ullanish jarayonida mana shu yaqinlarimninki, ota-onamning ham ayolimning qo'lish ostida bu qitimqi İpek Yolu Sadası programmasına qatnashib keldim. Küldüsem sen rencime hiç, bu benim amraklığım. Çünkü sen alemdi ya, benim bəxtim, şadlığım. Çünkü sen alemdi ya, benim bəxtim, şadlığım. Külsem külme nigar, sen işitar der mini. Körmüse deymen tihiye, mendin bölek hiç kimsin. Körmüse deymen tihiye, mendin bölek hiç kimsin. Kıldığına kandak sihir, bu det ki buldum mutla. Kalmadı cismimde can, kayrılıp baksan tehi.
表达自己感情方面比较拘束，这个很紧张。他们这个歌词的气氛和这个日记的那种这个歌唱方式紧密的联系到一起，有一点脱节。对。Salam ustazlar. İsmim Abdüveli Abdurashid. Özüm Bolcu şehrinden geldim. Hammangizlarga o'tliq salomlar bo'lsin. Katta oldu ya. Hamda men shu o'zim kichigimdan tortib shu kasbni hamda kasbiy tarbiyalanmagan. Yerlik biz. Kichigimdan naqsh etishni qiziqib, hamda hozirgacha naqsh etib kelyapman. Xo'sh bo'ldim. Ayşegül malımla öğrenilgen. Rahmet. Ama şu yerlik yerleriniz qarang, bek tabii, bek yerlik, bek güzel, yaxşı ettiniz. Özümün tas qaldı Ayşegül malım. Keçip qaldı, tas qaldı. Men axırı bamikin deb o'ylabdim. Yani axırı ba deb o'ylayman. Yaxşı ettiniz. Rahmet. Qandaq bo'lsin, yaxshi ustozni birga erishganimizning o'zi bizning oldimizda yana safar bor degan gap. To'g'ri. Abduveli o'zi O'g'ilchida o'zi demaklik yosh do'stlarning ichida xeli sanalgan naqshchi bola. Bu bolasiz ba'zi o'tirishlar yaxshi o'tmaydigan darajadagi. Men ozroq his qildim shu mishada atdigandim beri turyaptim mishada bana naqshchi bolalar uchun navbat saqlab. Shu asli ravon etalaydigan naqshisi ma o'zining. Avcisiga chiqqanda kichikina ozroq qiynalib qoldi o'zi. Bundan mı yaxşı edi Ayşegül? Xatirjam bo'ling, mal yaxshi mal. Şuna endi biz jiq gap qilishmayli. Rahmat. Ayğını keyin ko'rayli, ha. Pishqan ovozingizga xo'p yarashgan pishqan siyoqingiz bizga naqshiga muhabbatini baxsh etgan mehnatkash obrazni namoyon qildi. Naqshingizga mahliyo bo'ldik. Ham Ayşegül muallimning izlash guruhiga qo'shilganligingizdan shodlandik. Ustozingiz bilan bo'lgan hamkorligingizga natija tilaymiz. Abduveli Abdurashid izlash guruhiga kelganligingizdan chin qalbimdan qarshi olaman. Abduveli Abdurashidning ovozi lirik yuqori ovozga kirdi va o'zi ijro qilgan naqshlarni men ko'p anglamagan bo'lsam-mu, lekin o naqshini boshdan oxir anglash orqali buningmi yana pishqan bir naqshchi ekanligini bildim bu yigitning va shu naqshini hech qachon ovozdan, ijrodan, nafaslardan hech qanday texnik taraflarni biz hamda texnik tarafga kerak ahamiyat beramiz. Shuningdan hech qanday masal chiqarmay oxirgacha shunday yaxshi ravon ijro qilib bizni qoyil qildi. O'tag'al shu muallimlarni shunga meni hayajonlantirgan mana mush taraflari. Abduveli Abdurashidning izlash guruhiga kelganligingizni qarshi olaman. Rayonimiz yangi taratquv sohasida ushqandek taraqqiy qilayotgan, mazmuni sarxil, e'lonsiz, suzuk filmlar mujassamlangan izlash aptitali mayirlarga omad tilaydi. Mavlonjon yana bizga naqsh e'lon qilib bersin. Eslersemmo degan naqshni anglaylik aka. 大家好，我是这次的选手叶丽佳体育山江。Yaxshimsizlar ko'pchilik, men Paridio Ipak yo'li sadasi qatnashgan Mayir Elzat Yusan. Men kichikimda juyan tug'ilgan, ham juyan cho'ng'ilgan, juyan haqiqatan nihoyatda jiq ustozlar hamda shu muhitda men shu ustozlarning naqshlarini anglab, menga cho'ng ta'sir bo'lganlik uchun shu naqshini bek yoqtirman. Bek tangliq bo'lib ketmasam-mu, hamda o'zimningki kichik bo'lgan bir studiyasi bo'lsa deb o'ylayman. Ipak yo'li sadasi programmasi yo'l qo'ygandan boshlab men ishkir o'lkalarda bo'lganlik uchun shunga har xil fursatlardan qo'rqib qoldim. Yaqinda Urumchi qaytib kelib, bo'lsa shunga o'xshash cho'ng sahnlarda, mushtaq kasbiy bo'lgan sahnlarda o'zimni namoyanda qilsam deb o'ylayman.
Seni oylab ötdi günüm. Sen mi beni oylarsan mı? Her bir sözüm bir mung gazal. Sen hem beni eslersen mi? Kolum tutup ötelmedim. Visalınga yetelmedim. Hiçbir sözüm eytalmedim. Bu könlümni bilgeysen mi? Candın geçtim canım bilen. Sensiz tatgınım boldu alem. Sen yüreğim, sen güzelim. Ben giriptin keşkeysen mi? Candın geçtim canım bilen. Sensiz tatgınım boldu alem. Sen yüreğim, sen güzelim. Ben giriptin keşkeysen mi?我看见你未来的路，沉默深处等待幸福，回望岁月尘封的路，爱让你我找到归宿，我们要的那种幸福，在生命中难得清楚。我们走的这条道路，在坎坷中渴望祝福。说好以后不要再哭，我要用爱让你忍住，分割过后就会停住，你遇着我就不孤独。说好以后不要再哭，我要用爱让你忍住，分割过后就会停住，你遇着我就不孤独。说好以后不要再哭，我要用爱让你忍住，分割过后就会停住，你遇着我就不孤独。好想明天把你抱住，再也不要让你痛苦。我的眼里有一条路，拥有你一生的幸福。Son tam okşmayda. Bulam arkadaş. Buldu. Yaşanan yan çıkan mineral suyulurken seni işçi vasıtında pek aldım. Rayonimiz təvəsidə təbii içimlik işləp çıxırış sahəsidəki qo'lluq karxana Şinjan Yaşın Tibbi Doğrugerlik Çeklik Şirketi mayırlarga omad tilaydi.
他这个唱得好，看着很活泼，声音跟动作，很协调。他这个歌手，伊丽莎白，跟其他人一样，虽然唱的是流行歌曲，可是呢，有他自己的风格。他的风格，尤其是在这个发声，他的声音，他的感情，他的这个姿态，这个方面嘛，表现出来了。Yaxshimisilar do'stlar? Men Paridio Ipak yo'li sadasi qatnashgan Mayer Elzat Usan bo'laman. Bu yil 27 yosh. Hozir bo'lsam o'zim Urumchida egilik tiklab kiyim-kechak sotib qilyapman. Şuna yarışımlık gibi geldi. İlgilik tikledin mi? Kastım burgulacaydı. Tiklep buldun mu ya tiklep otursa? İlgilik tiklep buldum. Oy yok, yaraysız. Der yok ki. İzzat emdi bu nakşını onda ettin. Şuna malumlar sen için orunda kaylandı. Biz intayın negizlik. Kıska kılıp sana bir baha bir bakılaman da olsa. Kene? Esil ukam. Nakşını şundak çıraylık pek bir nem deymiz eliqi. Bazı narsalarni iyi shopping deb şundak bir güzel ifade bilen şundak ataymiz go. Nayet bir sanatlik bir eser yaratıldı. Bu nakşınınki asli aytquchisi kimdi? Ha? Abdullah Abduremov. Esil. Külüp ketkiğine qarab. Biz muşu nakşıballar muşunda qaysi kunim deyildi go. Bu nakşının tunji icraatçısı Abdullah akam. Yaxşı. Ben bu nakşıdan pek huzur aldım inem. Pek güzel. Keyin işlemi şundak yarışımlık. Etkan nakşıdaklı şundak çıraylık. Kim özünün deyişe, kim kiçek sodisi bilenken şuna yaraştırıp kastım birlikine. Şundak kapmışım. Nakşıdaklı. Şuna menin grupam kelişinizni çın kalbimden teklif etime. Kızgın karşı alımız. Rahmet. Küle? Aşı şu külüşdüler bir yerler bana okşayatıdı. Bana okşaşmışlar bağırımçak ak köngül. Anda ben muşu nakşılarını hem de özünün xaslıqını qo'shgan asosda muşunda öz uslubu bilan aytgan ovozni bak yaxshi ko'rmay qara. Ovoz chiqarishlaring, o'zgarishlar hammasi shundaq joyiga bordi-chu. Mush naqshining men bek huzurlandim. Ana keyindan bir mening yanimga bir kep qalamiki degan umidda sana aylandim qara. Rahmat. Qag'ini bir o'ylash baqasa, chima? Bana şunday yaktı. Demiş kıdısınız muşul ammabab muşu ekim ritimdeki usluptaki nakşılıkta muşundak bir uslup. Yani ben kimden nakşımı yaxşı göremeden kim bağı Şabavlayan. Şabavlayanın bir uslubu var. Çünkü o mu boş nakşıcı emez. Elbette. Şundak mı? Aşı uslup bizden müsahagımı kırıp kildiganda qıp durdu. Bunu sizden ben ködüm. Abdullah meneki şundaq janjiger demem sabdişem ve qerindişem bu sahaga töküp semada birinci kitib otudu. Mana naqşısını siz yaxşı görüp aytip turupsiz. Çünkü avaz perde her kimning har xil. Onun berdigan sada har xil. Sizning pakkiz, paqirroq, xurstaldak bir avaz perdingizdan men shundaq kimni ko'rgandek bo'ldim shu Şabavlayanni. Bugun bu yerda siz azroq hayajonlanishib bor. Agar siz o'zingiz yolg'iz aytsangiz buningdan bek rolü cari buluş mümkün. Endiki beşida men uncha bek beşida men qanday bo'larkan degandim. Lekin biz o'rlagandan sizda ajoyib bir hayajon bo'ldi. Sizda bir ishonch bo'ldi va o'zingizniki rolni texim yaxshi joriy qila oladigan bir nuqtasini tepib chiqdingiz. Endin ovoz jihatdan o'zingiz turqingiz shundaq sahnaga yarashib turibdi biz. Sizda bir nemesi biz sizni bir ovozda naqsha etishga loyiq bir qobiliyat. Uni sizning badan sapo va sahnada stil bek kapti. Andan keyin shu o'zingiz qalbingizning go'zalligi, naqsha etish go'zalligingiz chiroyingizga yeziliqliq. Bu chiroyingiz so'zlab turibdi. Shunga meni shunday hayajonga soldingiz. Bek payzi oxirgi nuqtasi shunday payzi bo'ldi. Bek yuqori bir o'rinlash bir mahorat ve başka bir uslup kirip geldi hazır. Şununla bu uslup mu gerek? Çünkü uslup ne adam neki tabiati yaratıdı. Qandaqda avval uslup yaratılıp kin adam o meydan kirmeydi. Şu adamın tabiati yaratıdı.
Bugün ben yana bir uslubniki yuqori noktasını kördüm. Şeydası buldum. Şununla ben öğrendim. Menin grupamga kelsiniz. Ben sizni can dep qarşı alıma. Çünkü eserler var. Çünkü biz o'qituvchi aldımızga her xil o'quvchi keldi. Ya zadaş mendekli naqsh aytadigan bolalar kelsa alaman diyemeymiz. Bolalarga qarab eser tanlaymiz. Bolalarga qarab o'zimizni aslaq nem qilib to'g'rilaymiz. Shunga onun bolalarga qarab o'qitish yo'nalishini tanlaymiz. Shunga mende yeterlik eser, sizga loyiq eserlar bor. Shunga menga kelsangiz men jon deb qarshi olaman. Sizni güzel degan so'z bilan tasvirlasak bo'ladi ekan. Ovozingiz shundoq go'zal, shundoq chiroyli aytib berishdan boshqa yana o'zingizning kasbimi shu go'zallik bilan shug'ullanibsiz. Kiyim-kechak güzellikmi bu odamga boshqacha bir tus qo'shadigan go'zallikchi. Mana o'zingizning sandik turqingizning soatlarni, kostyumlarni, galstuklarni qorashtirib, paylab kiyishtiringiz, yarashtirib kiyishtiringizmi shunda yarashgan, chash pasonlaringizni tatmish naqshig'imi shundoq tushgan. Gülü-gülüge kelgancha shundoq chiroyli holatda o'rnab berdingiz. Shunga ikkilanmaylar, mening gruppamga keling. Hem ügün qilamiz, hem birlikte ilgirlaymiz. Rahmat. Şu ma'lumlaringga bek rahmat degan. Bugun shu kiyimni bunda chiroyli kiyib kelmasa yaxshi sotamaydi. Albatta bu fursatni g'animat bilish kerak. Ustiga ma'lumlar kiyiming. Ey, bazoring yaxshi bo'lib ketgan bo'ldi. Kiyimga qarab o'tirib, "Nayt shushan kiyib olgan birisini ko'z oldimga keltirdim-da. Öğürlüp bop qarasam chiroyli yarashtirib kostyum bo'lib kiyibdi. Sahne stili mana shundoq bo'lish kerak. Biz diqqat bilan chiqishimiz kerak. Chunki bu sahnada biz xalqqa mas'ul bo'lamiz, xalqqa go'zallik, estetik, badiiy zo'q berishimiz kerak. Boshqa naqshlar haqiqatimda Newsay ko'kaymaslik mumkin qara. O'zim bo'lgan qilasiz. Buzovka, o'shga pingiga bo'la. Ma'qul. Mishagichi maqtsak bo'lamdi, seni yana azra. Tabiri bor. Manda ish yo'q qara. Mishada biz sizlar uchun rag'bat, ruhi uzuq berishimiz kerak. Mush sahnada hamma bolalar anglayotdi, televizor ko'ryotdi balkim. Bundan keyin qatnashmoqchi bo'lganlarni bilish kerakki, bu bir bosqich zodi ustozlarning sizlar uchun yuqori baho beradigan, yaxshi aytgan bolalarga texmi ilhom beradigan bir bosqich. Ama mushundal o'tib ketdigan o'xshaymiz deb o'ylab qolmanglar. Har qanday o'qituvchi sizlarga qattiq talab qo'ydi. Menimi sanglam demadim? Mush bolalarning hammasiga da'vatimiz. Xuddi sizlar hammanglar a'tivo bolalar uyda. Birdan bir a'tivo bolalar. Üzgünish jafoliq bo'ldi. Ustozning oldiga borgandan keyin davomli sizlarni bundan maqtamaydi. Mayring bo'lmadi degan gaplar boshlandi. Ideyaga tayyorlik bo'lsin, bek yaxshi bo'ldi. Endi qarabkam, eng oxirgi qaroringni e'lon qila. Mening eng oxirgi tanishim Özgüç tem, isil xuruç, tanlanğan xam material, mehminimiz üzülmedi, dasturxonga to'ldi barakat. Hamma to'ldi xushalliqqa, avomdan sizga rahmat. Tetit qo'la sarkisi bakchi, dasturxonning zinnati bakchi. Xinjiang Yaqin xalqaro savdo cheklek shirkatidan yangi sovg'at bakchi. Illiq uyga isil bezak, oltin uzuki yoqut ko'zdek mos keladi. Aziz teningiz, bebaho umringiz, ko'rkam, orambaxish ham sizga xos qilib bezalgan uyingizda texmi qadr qimmatli bo'lsin. Hashamatlik, ozoda va yep-yangi muhitni Xinjiang Gogo Xungla bezakchilik qurilish shirkati sizga beg'ishlag'usi. Uy bezashda men Gogo Xunglani tanladim. Rozi bo'lganligim uchun sizga tavsiya qildim. Gogo Xungla. Men har tong saharni dilkar kiygan holda kutib olaman. Sizga, bizga, millionlarcha qizlar qaddiga shuncha yarashgan dilkar menga shunchalik yarashdi. Dilkarning har bir pasonida o'zgacha madaniyat, har bir nusxasida xos bir latofat bor. Kuylarim xalqimga yoqsa deyman. Xuddi dilkar menga yoqqandek.
Dilkarga el havaslanıp bakkandek. Dilkar. Sertan algıç pastasını bilemsiz. Sertan pastası Sayram Gölü'nün Avrishga elingan Tianshan soğuk su algısından işlengen patent huquqiga ega. Men Mevlan Memtiman. Sertan algıç pastasını her biringlarga tavsiya qilaman. Sertan tishni chimitish uchundir. Her günü kech sahar tong qo'limizda bor Sertan. Sertan soğuk su algıç pastası. Taşkın demek vücudumga kuch kuvvet. Taşkın derdi sağlamlıkımga medet. Coşkunluk ve işet taşkından başlangıcı. Taşkın aksıl talqanları. Bazaga berip, tartıqni elep, saqlaqanmısın dep tizlikte qaytib. Qani işin mihmalla desem, kola bulam şundaq bula. Dep kola peşe uçkende. Yığızını açsınız da mı kapat çıkıdı. Tartık kola. Acayip. Pakiz duygu. Pakiz sevgigi intizarman. Tabiat bana pakiz hissiyat ata qiladi. Suv bor joyda pokizlik bor. Tabiatdan kelgan yashin mineral suyi. İzdash aptitaldagi filmlar ilonsiz, suzuk, yengilishsiz. Vakolatchi bo'lib taqitib kirim qila olasiz. İzdash tarjimoni davlat o'rtaq til yoziqi o'rganishdagi eng unumli detal. 400 mingdan ortiq so'zlik ombir hisoblangan. Aqliy iqtidorlik. İzdash kirgizgich, qo'laylik va ko'p iqtidorlik. Tarjima iqtidori va cho'lponlarning chiroy ifodasi qo'shilgan. Ben Parizat G'ani. 20 necha yillik ekran hayotimda kino filmlardagi rollarni shu obraz bo'lib o'rinlab keldim. Go'zallikimni tabiatning tabiiy so'g'isida sug'urib keldim. Ismimga yaqin bu shabnam tomchilarini Paridio nom bilan tabiatning so'g'isi sifatida sizga ilib keldim. Gul ustidagi shabnam gül husnini julalandırması. Siz gül, ben şebnem. Husnimizga hassilab husn qo'shilgan Paridio bo'lay. Beijing Taşqın Xalqaro Pay Kontrol Guruhi, Taşqın yurishlik sog'lomlik mahsulotlari va tartuq yurishlik kolalari mayirlarimizga omad tilaydi. Men mush musobaqa kelishdan burun ko'nglimga tukib kelgan bir ustoz bordi. Ablat Ablikim ustoz. Sizga Qo'ymi yarashgan qiyofatingiz, yangroq ovozing'iz hammamizni mahliyo qildi. Jismingiz ham ovozingizdan san'at beg'ining izbosarini ko'rgandek bo'ldik. Ustozingiz ham sizdan o'z ajrini aymaydi. Sizdan zo'r umidlarni kutamiz. Elzat Hüsen, bu mayrimizmi bizniki bir yaxshi ko'rib kelayotgan naqshlarımızın birini elib kelibdi. Bu naqshiniki bu xil uslubdagi o'zgartirib aytilishmi nihoyatda o'zgacha. Bu naqshidami ovozni qo'yitish bilan ovozni yig'ib turib kontrol qilib ichki hissiyotni kuchliroq qilib turib ichki hissiyotga yo'lab turib aytilgan shunday bir xil shakldagi aytish uslubida bu inimiz nihoyatda yaxshi ijro qildi bu naqshni. Shuning uchun yaxshi bo'lg'achqa 4 yil ustozniki moyilligi, qoyligini qo'lga keltirib hammalar to'liq o'rildik. Bu mayrimizga men ham nihoyatda yaxshi ta'sir qildi, qalbimga aytgan naqsi shunday yoqtirdim. Mayrimizniki bizning guruhini, ya'ni Taşqın guruhisini tanlab bizning guruhimizga qatilganligini qizg'in tabriklayman. Ham bu mayrimizga buningdan keyingi bosqichlarda yana o'rtaq birlikda yaxshi yetaklash, yaxshi tirishchiliklar bilan yana yaxshi natija, utuqlarning bo'lishini tilayman.
Bizning birinchi darajalik mukofotga erishgan mayirimizni Xinjiang Pavideo Sodi cheklik sherikti 120 ming yuan qiymatidagi avtomobil bilan tartiqlaydi. İkinci darajalik mukofotga erishgan mayirni Xinjiang Belikyar elektron fan texnika sherikti izlash aptitali 100 ming yuan qiymatidagi avtomobil bilan tartiqlaydi. Üçüncü darajalik mukofotga erishgan mayirimiz bo'lsa Xinjiang Yashing tibbiy dorigarlik cheklik sherikti 80 ming yuan qiymatidagi avtomobil bilan tartiqlaydi. 4. darajalik mukofotga erishgan mayirimizni Beijing Tashqin xalqaro pay kontrol guruhi 60 ming yuan qiymatidagi avtomobil bilan tartiqlaydi. Albatta 5. bo'lgan mahirimizga mukofot buyumlarimiz bor. U bo'lsa 5. darajalik mukofotga erishgan mahirimizni Xinjiang Yingnur biofan texnika cheklik sherikti 10 ming yuan qiymatidagi oltin mikrofon bilan tartiqlaydi. Bizning bu mukofot buyumlarimizga erishmo hargiz oson emas. Shunlashqa mahirlarimizning mana shu katta imtiyozlarimizga erish uchun davomli tirishchilik ko'rsatishini, o'zining eng yaxshi holatini bu sahnada namoyon qilishini chin ko'nglimizdan umid qilamiz. Mevlan muallim bizga bir naqsh e'lon qilib bering. Xo'sh, unda bo'lsa, meningcha mayada bir luhua deb bir naqsh baka. Shuni anglab baqsaq bo'larmi? Xo'p, bo'ladi. 大家好，我叫王菲菲，来自阿克苏地区塔里木歌舞团，是一名专业的独唱演员，非常开心，也很荣幸能够参加第5季新疆丝绸之路之声，想通过新疆丝绸之路之声这个平台，能够把我更美妙的歌声展现给大家。希望通过这次比赛呢，能够取得非常理想的成绩。
Keyfiyetin qanday adaş? Keyfiyat o'tqa adaş. Abla, o'tdek keyfiyetin muzdek tartibning ichimliklarine keldim go. Zal, esil narsani kes juma adashma. Kelar birini o'tlayli. Beijing Taşqın Xalqaro Pay Kontrol Guruhi, Taşqın yurishlik sog'lomlik mahsulotlari va tartuq yurishlik kolalari mayirlarimizga omad tilaydi. 丝绸之路之城啊，现在越来越多的这个过去呢这个少数民族歌手多一些，现在呢是这个汉族选手啊，各地的也都开始参与了。我觉得这个现象，这是一个非常好的情况。各位评委老师好。 我叫王菲菲，来自阿克苏地区塔里木歌舞团。有我们的2位老师都转了啊，太好了！你觉得呢？非常开心。那我们先听听我们老师给你的评价啊。我说那特别那个什么，特别那个成熟的一个，就是一个那个什么歌手。谢谢。然后那个方法也有，然后那个风格特别浓。 就是怎么说呢？我特别喜欢上的那就是现在唱这个唱法，然后那个声音，然后怎么说呢？全部都在里面，所以我就是怎么说呢？我就是对你无话可说，我特别感动，你就是打动了我的心。要请你的团队。对，如果你就愿意请来我的团队，我家。 就是在城市里面，我家有那个琴，什么都有，所以我们就可以就是怎么说呢？继续唱歌你想要的都有。谢谢老师。你在歌舞团里面待了几年了？现在？今年是第14年。听出来了，在你的歌声里面有你的经验，这么长时间的舞台的经验都听出来了。 在你的歌曲里面表现出来了，但是我特别希望的是，芦花梅很有弹性，歌曲再有弹性，然后它的那个线条再大一点的话，哇，这个歌曲就更美了。你的声音就没问题，但是这个歌曲表达就是再有弹性的话就更好。谢谢老师，声音特别美，我欢迎他，加入我的团队。好啊，你来之前有没有？ 你的一个准备，有之前对4位非常优秀的导师都有了解，非常著名。大家今天呢来到咱们新疆丝绸之路之声的舞台上，我非常高兴，非常开心。希望能得到各位导师的专业的指导和点评，真的是非常开心的。特别是2位导师也为我转身，真的我觉得很幸运。看你最后的选择吧，好吧。 我选择。 Sizce bu mayirimiz qaysi ustozni tanlaydi? Qiziqsangiz, diqqatingiz kelar haftadagi Pavideo Ipak Yo'li sadosi programmamizda bo'lsin. Xush ovozlar saynasi, Ipak Yo'li sadosi, Ipak Yo'li sadosi, sevgining yo'q chegarasi. Xush ovozlar saynasi, Ipak Yo'li sadosi. İpek yolu sadası, sevginin yok çegresi. Hoş avazlar seynası, İpek yolu sadası. İpek yolu sadası, sevginin yok çegresi. Hoş avazlar seynası, İpek yolu sadası. Kadın İpek yolida ecdat bolgan cevendas. Cüskan kan var tumurda, Küy nakşesi hoş avaz. Gümüş dağlar çok iyisi, Nur kaydı
karvan varisi aman yeter bilekke İpek yolu sadası Söygünün yok civrası Hoşlavazla seynası İpek yolu sadası İpek yolu sadası Söygünün yok civrası Hoşlavazla seynası İpek yolu sadası